Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan To'ron PUBG Number 1 kanali. Bugun sizlar bilan birgalikda Maun bilan Fi-Fi mikrofonlarini Streambot yoki Streambot emasligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ozgina Maun haqida ma'lumot berib o'taman. Maun mikrofoni PD200X mikrofoni keling. Qutisini birgalikda ochamiz. U haqida ham maqtovlarga arziydimi, shuni tekshirib ko'ramiz. Quti juda dizayni avval Fi-Fi'ni cheklab qo'yamiz. Mana Maun mikrofonini ko'ramiz. Dizayni juda ham premium ko'rinadi. Bu modelni kontent yaratuvchilar, podkastlar va streamerlar uchun ishlab chiqarilgan. Endi birgalikda ochamiz. Hayratdan To'ron PUBG Number 1 kanali uchun zakaz qildik. Ozonalar o'qib chiqdi. Ma'lumotlar, instruksiyalari. Mikrofon o'zida. Do'stlar, ko'rib turibsiz. Buni bu yerga qo'yib turamiz. Kabel USB Type-C, bu yerga Type-C. Yana mana bunday kabel notebook uchun menimcha qo'shiladi. Olamiz. Nimalar bor? Bunday menimcha bitlichli mikrofonlarda ham bor. Mana bu ko'rsatib qo'yilgan, mana qo'shilib ko'ramiz. Mana bunday do'stlar. Korobkasini tuzib qo'yamiz. Menimcha mana bunday notebookga qo'shilsa kerak. Qo'shiladi bu yer notebookga yoki telefonga. Qo'yamiz. Yana nimalar bor do'stlar? Ko'ramiz. Menimcha bu qo'yadigani stolga qo'yib turibdi. Temirdan ekan, og'irgina. Mikrofon o'rtaga qo'yamiz. Yana nimasi bor? Stoykasi. Asosiy korobkani chekiga olib qo'yamiz. Bu yerda instruksiyasi qanday qilib telefonga qo'shilishlari yozilibdi. Biz birgalikda taxlab olamiz. Qo'limni bunday qilishim bilan mikrofon tayyor holatga yetadi. Birgalikda mana tayyorlab olamiz. Bunu da alıp, yani ben bunu hanımefendiden kavanoza gerek. Kutularımızın tayyor, stoykasını buna verirken kirafta olaydı. Bunlar doğralarımız, o büyüklemez. Kutularımızın tayyor, haber hala yaş katına tutuyorlar. Bana dostlar, mikrofon görünüşü de. Nasıl bunu birlikte boshqa
tekshiramiz. Hozir mana bunday monim degan sertifikatga yozyapmiz. Hozir yerda mana buni qo'shib ko'ramiz. Ovozini tekshirib ham ko'ramiz keyin. Hozir qo'shib mana bunday qilib mana do'stlar, mikrofonni qo'shib ham oldik. Mana shunday mana mikrofon haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ungacha o'z ovozimni eshitish uchun mana bunday naushniklar kerak bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri eshitishim uchun. Hozir naushnikni to'g'ri olamiz. Mount mana bu yerda mana orqa tarafda gapimni hozir naushnik orqali eshitib ko'raman. Ishlayaptimi yo'q? Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, hozir Mountni mikrofonini nastroyka qilib oldim. Sozlamalar bo'limiga kirib, bu sozlamalar bo'limida ekraningizda chiqib turadi hozir. To'g'ridan to'g'ri Google Play orqali skachat qilib olishingiz mumkin va mana bu shtrix kodlar bilan ishlamas ekan. Moana link degan prilojeniyani orqali yuklab olib, kirib turib, razрешить berib, u yerda 4 xil rejim bor: original, podcast, game va vokal rejimlari. Shu rejimlardan hozir biz sabs qilayotgan rejimimiz podcast rejimida va mana bu yerdagi knopkasini ham ko'rsatib o'taman. Bir ezishda mana bu yerda naushnik sizni eshitayotganingiz ovozini baland qilishingiz mumkin yoki pasaytirishingiz mumkin. Bir ezishda oq bo'lsa bu mikrofon ovozi, pasaytirish yoki baland qilish mumkin. Mana bu qizil knopka mikrofon o'chib qoladi. Mikrofon ovoz berish bu podkastlar uchun, streamlar uchun. Plus taraflaridan biri, bunga hech qanday kabel kerak emas. Type-C mana bunday kabellarni uloqtirib olishingiz mumkin, kerak yo'q. Shunday do'stlar, bu streamerlar uchun yoki podkast shunday roliklar uchun juda ham qulay. Ham buni olib yurishingiz mumkin. O'zingiz bilan men ham shunday qilib yuribman. Olib mana ko'rib turganingizdek orada 20-30 sm diapazonda ishlayapti bu hozir. Satishim ham mumkin. Mana do'stlar, bu yerda shunday bu shamoldan to'sish vositasi, ko'rib turganingizdek qaytarib qo'yadi. Bu nastroykasi orqali o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu svet, mana bu ko'rib turganingizdek red lampalarni har xil ranglarda yoki o'zgartirishingiz mumkin. Shunday do'stlar, shunday qilib Mountni obzori tugadi. Keyingi qismlarda, keyingi dasturimizda xudo xohlasa Fifine 5 AM8T ni birgalikda obzor qilib ko'ramiz. Mikrofon shunday qilib tugadi.